Mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi burchak zarbasidan so'ng gol urdi. Standartlarga urg'u beryapti. Va ko'rdikki, juda ham oddiy kutib oldi to'pni Shri Lankaliklar. Biz standartlarda bunday holatni ko'p bora ko'rishimiz mumkin. 12-raqamdagi futbolchi Gita Rana gol muallifasi. Takroriy lavha hozir bizga namoyish etiladi. 1-0 hisobda adashib ketmasak bo'lgani. Hali boshlanishi bu. Mana ko'rdingiz. Hech kim qaragani yo'q. 9 nafar oq libosdagi futbolchini ko'rishingiz mumkin mana shu kadrda. Lekin ana shu 9 nafar futbolchining birortasi raqibni to'xtatishga urinmadi. Aniqrog'i to'xtata olmadi. Boshlanishi mana shunday bo'lyapti o'yin. Darvozabon qaytardi ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bxandari gol muallifi. Nepal ishqibozlarini ko'rishingiz mumkin. Goal for Nepal, scored by player number 9, Sabita Bxandari. Mana ikkinchi gol. Pas. Qaytimi bo'lish kerak. Bxandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Chiroyli gol. Rostdan ham. Mana o'sha epizod. Zo'r pas bo'ldi va zo'r zarba bo'ldi. Bitta chap qanotga ko'chirildi, yaxshi o'yladi. Gita Rana uzatma, 4-gol. 4-0. Gita Rana chiroyli pas amalga oshirdi va Sabitra Bxandari hat-trick muallifiga aylanmoqda. Turnirdagi ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gita Rana gol muallifi. Boy 10-raqamlik ko'ringan. Mana o'sha penalti belgilangan vaziyat. 4-raqam egasi Sachini De Silva. 62-daqiqa 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ha do'stlar. 6-gol. Kutib oling. 21-raqamdagi himoyachi Nishat Xokar standartda oldinga o'tib, hali ko'p ko'ramiz. Mana. Yosh, ikkinchi qavatda orqali yana uzatma. Mana gol, 7-si. Gol urilyapti. Boya zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Reka Pudel gol muallifi. Eshityapsiz. Juda kam stadionga tashrif buyurgan muxlislar, lekin nepallik kadrda ko'rayotgan ishqibozingiz yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor 8-golga juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Puja Rana 8-0. 89-daqiqada bu golga erishdi Puja Rana.
qulay keldi-da, e'tibor bering. Va o'zi ham lekin yo'nalishni topib zarba yo'lladi. Yo'lakchadan